Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin suyuklik nabiralari Hasan ibn Ali radıyallahu anhu rivayet qiladilar. Men babamdan, Habibim Resulullah'dan bir hadisni yod oldim. Bir rivayette eshitdim dediler. Da' ma yurbike ila ma la yurbike. İnne sidqa tumaninatun ve innel kizbe ribatun. Peygamber aleyhissalatu vesselam aytadilar ki, sen o'zingni shubhaga qo'yayotgan narsani tashlagin-da, shubhasi yo'q narsani mahkam ushlagin. Seni kallangni aylantiryapti, shak shubhaga solyapti, uni tasha. Shubhasi yo'q, to'g'ri, qattiq bilgan narsangni mahkam ushla, to'g'risini. Bilib qo'ygin. Sidq bu xotirjamlikdir. Yolg'on shak shubhadir. Doim shunda bo'ladi. Yolg'onchining tinchi bo'lmaydi. O'zi yolg'onni gapirib qo'yib alanglab turadi. Birov bilib qolmadimikin yoki orqamdan bosib kelmasmikin degan tashvishi bor. Sodiqchi sidqini aytadi, sabit turadi. Allohdan savob umidida, bu yog'i hammasi joyida. Yana bir uzun hadis bor. Men arabchasini aytmasdan sizlarga o'zbekcha tarjimasini ham aytsam bo'ladi. Xo'p, sahobalardan birlari aytadilar-ki, biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida o'tirgan edik. Bir kishi kirib keldi. Min ahli Najdin sa'irur ras va lahu dawiyyun. U Najd diyoridan kelgan odam. Najd degani Hijoz yerlarini sharqiy tarafida sahro, arobiy odamlar, ya'ni sahroviy odamlar, ta'lim ko'rmagan, tarbiya ko'rmagan, madaniyat boshqadan xabari yo'q odamlar. O'sha, ya'ni ko'rinishdan bilinib turadi, bu falon yerlik ekan deydi. Ko'chada ketsa ham hamma bilib turadigan. Ko'rdik, sochlari to'zigan. Holati o'sha bilinib turibdi. Nimadir deb g'udirayapti-yu, tushunib bo'lmaydi. Gapirib kelyapti, tushunmayapmiz. Falamma dana ulim annahu yas'alu anil islam. Yaqin kelganda diqqat berib quloq solsak, islomdan so'rayapti ekan. Islom nima? Menga o'rgating deyaptilar payg'ambarga alayhisolatu vassalamga. Shunda faqala Rasul sallallohu alayhi va sallam khamsu salavatin fi kulli yawmin va layla. Islom nima dedi? Bir kunda dedilar va kechada 5 vaqt namoz dedilar. Haligi odamga sochi to'zigan, sahrodan kelgan, hech narsani bilmaydi, bir og'iz bilan islomni o'rgatib qo'ymanga deyapti. Qisqa qilib aytdilar, o'shunga mos qilib aytdilar. Bir kecha kunduzda 5 vaqt namoz dedilar. Hal alayya g'ayru? Undan boshqa yana bir narsa bormi? Mashundan boshqa namoz bormi? Dedilar. Rasululloh aytdilarki, la illa an tatatawwa. Boshqa namoz yo'q, farz namoz yo'q, lekin o'zing nafl o'qiyman desang o'zing bilasan dedilar. Keyin aytdilarki, savm Ramazon dedilar. Gapni qisqartirib qarang, Ramazonning ro'zasi dedilar. Boshqa gap yo'q. Tutasan ham yo'q, boshqa ham yo'q. Ramazonning ro'zasi. Dedilar, haligi sochi to'zigan odam, hal alayya g'ayru? Boshqa ro'za ham bormi Ramazon ro'zasidan boshqa dedi. Rasululloh aytdilarki, la illa an tatatawwa. Yo'q, boshqa ro'za yo'q. Lekin o'zing nafl tutaman desang o'zingning ishing dedilar. Summa zakara Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zakah. Keyin Rasululloh zakatni aytdilar. Zakot bor dedilar. Haligi odam aytdiki, hal alayya g'ayruha? Menga shu zakotdan boshqa yana moliyaviy ibodat bormi? Dedilar, la illa an tatatawwa. Yo'q. O'zing yana nafl bir sadaqa qilaman desang, o'zingning ishing. Fa adbara ar-rajul. Haligi odam shuni eshitdi-da, shart orqasiga burilib qaytdi. Qaytib ketayotib aytdiki, Allohga qasamki, mana shundan ziyoda ham qilmayman, kam ham qilmayman dedi.
Ketayotib aytib ketdi shuni. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, aflaha in sadaq. Agar gapida sodiq bo'lsa najot topdi shu dedilar. Ana gap, so'z bo'laverar ekan, sidiq kerak ekanda. Shuni aytdilar. Ortiqcha narsa emas, 5 vaqt namoz, roza, zakot. Endi o'sha vaqtda shular bo'lganda. Shuni aytganda haligi odamning gapi shu. Qasam ichamanki, bundan ortiq ham qilmayman, kam ham qilmayman dedi. Rasululloh aytdilar, agar dedi shu gapida sodiq bo'lsa najot topdi, jannatning egasi bo'ldi.